Qonuniy umra ziyorati narxlari necha pul bo'lyapti do'stlar? Nima uchun men qonuniy deyapman? Chunki meni qo'limda turgan narsa do'stlar, O'zbekiston Respublikasining davlati joriy qilgan do'stlar umra tadbirlarini o'tkazish uchun do'stlar beriladigan litsenziya. Yaqinroq olib kelib bitta ko'rsatib qo'yay mana. Do'stlar, Centrum Holidays MCJ umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish uchun litsenziya nomeri 0014. Undan tashqari do'stlar, firma tomonidan beriladigan narsalar yana juda ko'pchilik so'raydigan narsalar. Biz ketayotganimizda birinchi marta ketyapmiz. Eng kerakli narsalar nima deydiganlarga do'stlar, xo'p, sizga tapishga kerak bo'ladi. U joyda kiyib yurgani, xuddi mana shunaqa slansi bo'ladigan bo'lsa, sizga do'stlar manfaatli bo'ladi. Nimaga? To'piq qismi ochiq bo'ladi do'stlar. Buni shunga e'tiborga olib qo'yasizlar. Undan tashqari do'stlar, ehrom. Erkaklar uchun ehrom, ayollarda o'zini kiygan kiyimi o'ziga ehrom hisoblanadi. Yangi bo'lish shart emas, har doim aytib o'tilgan. Undan tashqari qorakalarimiz ham, 50 yoshlarimiz ham aytadi, yuvilgan, toza, pokiza bo'lsa bo'ldi. Ehrom bo'ladi do'stlar, pastga ehrom bo'ladi, tevadagisi ehrom bo'ladi. Ya'ni pastga, tevamizga do'stlar ehrom erkaklar uchun bo'ladi. Undan tashqari bir xilgilar kamar olib olishadi, bir xilgilar do'stlar belvoq. Bu o'zimning narsalarim, o'zim ketganimda olib ketgan narsalarim do'stlar, biz belvoq ishlatganmiz. Chunki kamardan ko'ra bizga mana shu sal udobniyroq bo'lgan. Choki bo'lmaslik kerak deyshadi do'stlar. Endi men ham to'liq bilmayman, lekin choki bo'lmaslik kerak deyilganligi uchun xuddi mana shunaqa do'stlar biz doka ishlatganmiz. Xohlasangiz kamar qoling, xohlasangiz do'stlar xuddi mana shunaqa belvoq olsangiz bo'laveradi. Endi ko'rib turgan narsangiz arzimagan joyga sig'ib ketadi. Mana shu so'mkangizni har doimgidek aytib o'tamiz do'stlar, mana shu so'mkani keraksiz narsalar bilan to'ldirib qo'ymanglar do'stlar, bozorlardagi. Chunki o'sha bozorlardagi narsalar o'zimizning bozorlarda ham bor. Bu so'mkaga iloji boricha xurmo hamda zamzam suvini ko'proq g'amlab olib kelishga harakat qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki bu zamzam suvi butun dunyoda topilmaydi. Faqat Saudiya Arabistonida bor xolos do'stlar. Agar mabodo olaman deydigan bo'lsangiz, plyusga sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu rasmiy litsenziya bo'ladigan bo'lsa do'stlar, bu hojilar uchun qaytib kelinayotganda do'stlar bekorga beriladigan o'sha 5 litrli do'stlar zamzam suvi bo'ladi. Ochilmagan, pechatlangan holatda turibdi. Xuddi mana shunaqa qilib do'stlar sizga berishadi. Mana Akbarov Muhammad degan akamizni xudo xolasa nimalar ekan? Zamzam suvlar ekan do'stlar. Ko'rganlaringiz ko'shlangan, pechatlangan holatda turibdi. Undan tashqari firma sizga nima beradi deyilganda do'stlar, xuddi mana shunaqa kamzil beradi. U joyda kiyib yurgani guruhdan ajramagani do'stlar, Centrum Holidays o'zlarini do'stlar yozuvlari tushirilgan, logotiflari tushirilgan. Xuddi mana shunaqa so'mka haramga kirganingizda do'stlar, Kabatulloh tavob qilinayotganda oyoqdagi sinasi yechib qo'yiladi. O'shanda sovogani juda zo'r narsa. Yoningizga sovolasiz, osib yurasiz-ku. Bu narsa eng kerakli narsalardan bittasi bo'ladi. Orqa tomonda do'stlar bejigi bor. Bejigi bo'yningizga ilib olasiz. Gassitsani do'stlar o'sha joylashuvi nimalari o'sha bejikka yozilgan bo'ladi. Bu endi firma tomonidan berilgan narsalar. Endi do'stlar qaranglar, shuncha narsa beriladi. Undan tashqari shuncha narsa olib olish kerak. O'zi qaysi firma bu? Aytib o'tib ketdim, Centrum Holidays. Hozirgi kunda Ramazon oyi yaqinlashyapti. Ramazon oyiga reyslar qanaqa bo'lyapti? Narx-navo shart-sharoitlarda qisqa, lo'nda, dangal cho'zmasdan, kerak gapni gapirmasdan do'stlar ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ulug'bek aka, hozirgi kunda Ramazon oyida boraman desa, paket faqat ekonomda bas standart paketda ayting, chunki standart paket yaxshiroq bo'ladi. Standart paket narxi qaysi viloyatdan bor? Undan tashqari bordi keldilar qanaqa bo'ladi? Primoy persyatkali. Xo'p, bizda faqat primoy reyslarimiz bo'ladi. 6 viloyatimizdan, har doim sanab o'tganimizdek, Samarqanddan, Termizdan, Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangandan primoy bordi keldi. 14 kunlik bo'linadi. 14 kunlik 3 kun Madina Munavvara, 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi. Xo'p, paketimiz haqida qisqacha ma'lumot aytsak, siz aytganingizdek, firmamiz tomonidan birinchi beriladigan narsamiz bordi keldi bileti bo'ladi, 14 kunlik. Undan tashqari kamzil, so'mka, bejigi, qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi beriladi. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 3 kun bo'linganda obed kechki ovqat berilsa, Ramazon oyiga kiradigan bo'lsa, saharlik iftorlik beriladi. Mehmonxona, gasinitsamiz Andalus mehmonxonasi Baqiy qabriston oldida joylashgan bo'ladi. Masjid Nabaviyga 300 metr oraliqda masofada joylashgan bo'ladi. Makka Mukarramada Ro'za Garden oldida mehmonxona, 3 ta mehmonxona yonma-yon olingan. Erta piyoda kiraman desa 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqalik masofada joylashgan. Erta 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Ramazon oyida saharlik, iftorlik beriladi. Xo'p, malakalik 50 boshlarimiz deyarli 90% billa borib, billa kelishyapti. 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni, umrdan oshiq sayohat, ziyorat hammasini ichiga qabul qilingan bo'ladi. Bu standart paketimizga kiritilgan narsa. Yana Ramazon oyida shirkat tomonidan sayohatlarimiz, ziyoratlarimizga qandaydir cheklovlar qo'yilishi mumkin. O'shani oldin aytib qo'yiladi.
lekin ibodatlaringga xalaqit berilmaydi. Aytib o'tganimizdek, oziq-ovqatlari, transport xizmatlari, 50 boshlari hammalari xudo xolasa xizmatlaringda bo'lishadi. Zo'r gap yo'q. Hozir Primoy reyslar. Faqat Primoy bo'ladi. Qaysi viloyatdan? Xo'p, Samarqand, Termiz shahridan, keyin Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'onadan Primoy reyslar. Bordi keldi ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga bo'ladi. Zo'r gap yo'q. 50 boshlar qanaqa aka? Xo'p, 50 boshlarimiz tajribasi kamida 2 yildan 5 yilgacha borib kelib yurgan, malakali, diniy qo'mitadan ajratilgan 50 boshlari 14 kun davomida xizmatlarda bo'lishadi. Bundan tashqari firma tomonidan doktor xizmatlari, aravacha xizmatlari, hamma narsani tashkillashtirib berilgan 14 kun davomida hozirlarimizga 24 soat xizmat qilishadi. Zo'r. Ramazon oyida saharlik iftorliklar tashkillashtiriladi. Ramazon oyida saharlik, iftorlik beriladi o'rozda. Zo'r. Payg'ambarimiz ravzalariga kirib chiqish qanaqa? Xo'p, xudo xolasa Payg'ambar ravzalariga shu kungacha deyarli borgan odamlar 100% kirgizib olib chiqdik. Bundan keyin ham 100% harakat qilib olib kirib chiqamiz xudo xolasa. Olib kirib chiqiladi. Xudo xolasa. Zo'r. Keyin aka u joyga borilgandan keyin misol aytyapmiz, misol shirkat tomonidan agar o'sha sayohatlar, ziyoratlarga cheklov qo'yilmaydigan bo'lsa, hammasiga olib kirib chiqadi. Misol bundan oldingi videolarda aytib o'tganmizda, biz Sulaymon Rojixiy masjidlarini aytganmiz, undan tashqari Baqiy qabristoni, Xurmo bog'iga olib boriladi, Qizil dengizga chiqiladi deyilgan. Xo'p, agar Ramazongacha bekitib aytilgan umrdan oshiq ziyoratlarimiz, Xurmo bog'ida oshlari, Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rojixiy masjidlari kechki pikniklari hammasi tashkillashtirilgan. Ramazon paytida shirkatdan to'sib berilib, avtobus bermaydigan qoladigan bo'lsa, unda olib chiqib kelolmay qolishimiz mumkin. Uni oldindan aytib beramiz. Zo'r, gap yo'q. To'lov qanaqa qilinadi aka? Undan tashqari kelib gaplashaman deydigan bo'lsa, ofisni manzilini ham aytib o'tib ketdik. Xo'p, ofisimiz, hozir yotgan ofisimiz Farg'ona viloyati Marlon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda o'tiribmiz. Ya'ni mo'ljal temir yo'l vokzalining oldida joylashgan bo'ladi. Centrum Hall deist ofisda o'tiribmiz. Xo'p, erta to'lovlarda amalga oshirish uchun ekranda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilishsa, joylar band qilib, aytilgan sana bo'yicha joylar band qilib, zagram pasportini tashlab berishsa, har bitta odam bilan dogovorni shartini tuzib, shartnoma asosida bo'yicha bank orqali, shot orqali, karta orqali o'zlariga qaysi qulay bo'lsa, o'sha dogovor tuzib, shartnoma tashlab beriladi, to'lov qilishlari mumkin. O'zim ofisga kelaman deganlarga manzilda tushuntirdik, o'sha manzilga yetsa, batafsil ma'lumotlar olib, o'zimizni kassamiz bor, kassaga to'lovlar qilib, cheklarni olib ketishlari mumkin bo'ladi. Yosh bolalar ham borsa bo'ladimi yo borsa bo'lmaydi? Xo'p, yosh bolalarda ham o'sha yosh chegaralari bor. 2 yoshgacha o'sha $200 bo'ladigan bo'lsa, 2 yoshdan 5 yoshgacha bilet vizasini puli bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan yuqoridagilar yosh kattalar narxlar bir xil. Keyin maktabda o'qiyotganlar bo'lsa, maktabda chiqmaslik hisobi bor. Maktab yoshlarga jo'natamiz. Maktab yoshligilar bormaydi. Maktab o'quvchilarida o'quvlar, darslardan qolib ketib qolishi. Shunaqa hisob. Kanikular va kanikul paytida borsa bo'ladi. Hozir aka vodiydan har kunlik reys bormi yo Toshkentdan ko'p? Xo'p, vodiydan deyarli kunda reyslarimiz bor. Toshkentdan har kuni, Samarqand va Termizdan haftada 2 ta reyslarimiz bor. Haftada 2 marta. Endi o'zlari telefon qilsa, reyslarni kunlarini aytiladi. Telefon qilsa to'liq ma'lumotlar berishib, aytgan sanalar bo'yicha to'liq ma'lumot olishadi. Yana ham Toshkent ofislarga, misol, boshqa Samarqand ofisiga kiraman deysa, to'liq ma'lumot berib, lokatsiyalar berib, bemalol kirgizishlari mumkin. Zo'r. Xudo xolasa do'stlar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot oldik, sizga ulashdik. Undan tashqari o'zimiz bilgan narsalarni sizlarga yetkazgan bo'ldik, kerakli narsalar. Undan tashqari do'stlar, dokumentarniy firma, berma va qo'rqmasdan borib kelsangiz bo'laveradi. Litsenziyalariga ega bo'lgan, beriladigan narsalarni aytdik. Pastga nomer qo'yganmiz, aloqaga chiqinglar do'stlar. WhatsApp, Telegramlarda lokatsiyalar tashlab berishadi, kelib ko'rib gaplashaman deydiganlarga. Manfaatli do'stlar, ma'lumot bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga izohingizni qoldirib keting do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shunaqa qiziq mavzularda, kerakli ma'lumotlarni ulashib boramiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.